Assalomu alaykum va rahmatulloh. Biz sizlar bilan boshlang'ich arab tili darslarini o'tayotgan edik. Bugun 3-darsimiz. Bugun biz 3 ta harfni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Hop, birinchi harfimiz mim harfi bo'ladi. Mim harfi, demak, mim harfi. Maxraji, mim undosh harfining maxraji 2 lab orasidir. Ya'ni 2 labning orasidan chiqadi. 2 lab bir-biriga tegishda. Mim undoshi g'unna, ya'ni dimoq bilan talaffuz qilinadi. Ya'ni dimoq degani burun orqali havoning chiqishi. Mana shu narsa dimoq deyiladi. Xo'p, mim harfi 4 ta ko'rinishga ega. Ya'ni 4 ta ko'rinishga ega deganimiz biz alif, ro, za 3 ta 2 ta ko'rinishi bor edi. Endi mimdan boshlab 4 ta ko'rinishga ega bo'ladi. Mana bu mustaqil ko'rinishi bo'lsa, mana bu so'z boshi, mana bu so'z o'rtasi, so'z oxirgi ko'rinishi mana pastdan yozib qo'yamiz. Bunday holatda mana bitta chiziqni bunday tagiga chizib qo'yasiz. Mana. Demak, 4 ta ko'rinishga ega. Ya'ni mim harfi mustaqil holatda mana bunday holatda bo'ladi. So'z boshidagi esa mana o'zidan keyingi harfga bog'lanadi. So'z o'rtasida kelsa esa ikki tomonga ham bog'lanadi. So'z oxirida kelsa faqat o'zidan oldingiga va o'zi mana bunday holatda bo'ladi. Demak, mana 4 ko'rinishli harf degani mana shu narsa. 4 ta holatda bo'ladi. Hop, g'unna. G'unna nima? G'unna bilan, ya'ni dimoq bilan o'qish nima degani desa, g'unna bilan talaffuz qilish bu havoning burun orqali o'tishiga aytiladi. Mana, havo burun orqali ketyapti. Misol uchun, ma desangiz, o'sha g'unna bo'ladi. Mimga o'sha g'unnadan ozroqgina qo'shib ketasiz. Masalan, ma, ma, mi, mi, mu, ma, mi, mu. Misol uchun mana shunday holatda g'unna bo'ladi. Mana endi biz o'sha mim harfiga oid so'zlarni o'qiymiz birgalikda. Ketdik. Ma, mi, mu, im, mur, muz, rum, amara, umira, amru, imru, ramzu, irmi, marmar, ramram, zamzam, arzam. Mana shunday shaklda o'qilar ekan. Oynaga qarab buni baland-baland ovozda ko'proq takrorlash kerak. O'zbek arab so'zlari, mana o'zbek arab so'zlarini yozib olasiz. Xo'p, endi ta harfiga o'tamiz. Ta harfi. Ta harfi ham xuddi mimdek 4 ta ko'rinishga ega bo'ladi. Xo'p, ta harfining maxraji tilning o'sha yuqori old tishlarning orqa tarafiga tegishi bilan talaffuz qilinadi va sukun bilan kelganda qattiqroq talaffuz qilinadi. Ya'ni tilni uchini yuqori old tishlarni orqa tarafiga tekkizasiz. T, T, T sukun bilan kelganda qattiqroq o'qiladi. Sukun bilan kelsa qattiqroq talaffuz qilish nima? Qattiqroq talaffuz qilish deb o'ylanib qolmang. Hozir buni tushuntiramiz. Qattiqroq talaffuz qilish bu o'sha qattiqroq o'qish, harf sukunli bo'lganda o'sha harf so'nib portlaydi, ya'ni kuchliroq talaffuz qilinadi. Masalan, at, at, at yoki mat, mat, mat. Mana shunday shaklda qattiqroq sukunli bo'lgan vaqtida qattiqroq o'qilishi mana shu o'sha ta'ning sifatlaridan, maxrajlaridan hisoblanadi. Bu narsani inobatga olib doimo qo'llashimiz kerak. Ta harfi sukunli bo'lganda at, mat qilib o'qishimiz kerak. Ana endi biz ta harfiga oid so'zlarni o'qiymiz.
Mana bu qaranglar, mana shu joyga ko'rsatib o'taylik. Mana bu mustaqil ko'rinish bo'lsa, mana attisdagi, mana bu so'z boshi, mana bu so'z o'rta, mana bu so'z oxirgi ko'rinishlari mana. O'zidan oldingi harfga bog'lanyapti, bu o'zidan keyingi va oldingi harfga bog'lanyapti. Bu o'zidan keyingi harfga bog'lanyapti. Mana endi biz bu so'zlarni o'qib chiqamiz. T, ti, tu, at, mat, mit, mut, tamar, tarir, zo'rta, amarti, marartu, umirtu, amarat, amartum, umir o'tib ketib qoldi. Umirtum, marartum bo'ladi. Mana shunday holatda o'qiladi. Xo'p, mana bu so'zlarni o'zbek arab yozib chiqasiz. Ya'ni tamru, tarmaza, i'tabaro, zamatu, tariza, tarmaztum, mataro va hokazo. Mana shu so'zlarni o'zbek arab yozasiz. Nun harfi esa nun harfi endi bu ham o'sha 4 ko'rinishli harflardan bittasi. Nun harfining maxraji tilning uchi va tanglayning quyi qismi. Arab tilida nun undosh g'unna, ya'ni dimoq bilan talaffuz qilinadi. Tilni uchini va tanglayning quyi qismi. Na, na, na. Ya'ni bunda ham dimoq ishtirok etadi. Dimoq. Biz aytgan edik, dimoq bu havoning burun orqali chiqishi degan edik. Mana bu nun harfini, mana bu mustaqil ko'rinishi bo'lsa, mana bu so'z boshida, mana bu so'z o'rtasida, bu so'z oxirida bo'ladi. Ana endi o'qiymiz ushbu so'zlarni. Na, ni, nu, an, in, zin, man, min, nam, anta, nimta, antum, nimtum, naziru, nazinu, amarna, umirna, marorna, murirna, amrorna. Mana shunday shaklda bo'lar ekan. Xo'p, endi nun harfiga o'zbek arab so'zlarimiz bor mana. Murirna, munanaat, mana bu yerda tutuq belgisi bor. Amnu, amintu, arina, amunu, ta'munu. Mana bu joyda tutuq belgisini aytgan edik. Xuddi ro'yudagi so'zdek o'shanday, misol uchun tutuq belgisini biz amunu deganda adan keyin ani yozib bitta hamzani ustiga sukun qo'yib ketamiz, masalan. Yozdingiz. Hamza. Xuddi yana bitta shunday yozasiz. Sukun qo'yasiz ustiga. Sukun qo'yasiz, mana shu narsa deb o'qiladi. Munu. Munu. Tushunarli-a? Mana shunday shaklda bo'ladi. Ketdik keyingisi. Uyga vazifa bo'ladi. Uyga vazifa o'sha husnat mashqi, o'tilgan harflarni husnat daftarga chiroyli yozasiz, maxrajni yodlaysiz. Bo'sh xonaga baland ovozda o'qiysiz. Katta oynaga qarab o'qiysiz va ovozli xabarni eshitib takrorlaysiz. Xo'p, mana shunday shaklda bajarar ekansiz va vazifalarni Telegram orqali yuborasiz. O'qib, yodlaganlaringizni video shaklida. Xo'p, shukron degani rahmat degani. Xo'p, demak biz qisqacha mana 3 ta harfni ko'rib chiqdik. Demak, o'sha 3 ta harfni chiroyli qilib yozib olib, husnulxatga va qoidalarni yodlab, demak bizga yuborasiz. Biz uni ko'rib chiqamiz.